Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun biz Beruniy tumani Navoiy ofidamiz. Obod mahalla ko'chasida, xudo xolasa, Azamat akalarning uyida. Bu namunaviy joy. Ko'pdan yechim yashamagan Azamat aka yaqinda sotib oldi. Mana katta rekonstruksiya ishlarini qilib yuribdilar. Bizning kompaniyamiz o'zi oldingi joylardan biz o'tirib berdik отопленияларni. Shunga bizlarga ishonch bildirib bu joyning ham отоплениясini o'tirdik. Xudo xolasa, bu yerda gaz bor. Bu yerga 23 kilovatlik Airfield kondensatsionniy kotel qo'ydik. Mana shu yerda kotelnisi bor. Azamat akamizlar ham yuribdi. Ishlarimizni ko'rib, hozir kotelnidan boshlaymiz, xudo xolasa. Mana bu yerda mana kotelnimiz, xudo xolasa, mana Airfield конденсационный котел 23 киловатт. Значит, mana уже rejimga qo'yib ishlatib berdik. Bilasizlar, boshda подключение qilgan vaqtda конденсационный котел o'zi avtomatik ishlab oladi. Hozir mana uстановленный мощность 75 ni qo'ydik. Xudo xolasa ishlashni boshladi. Endi bu yerlarda remont ishlari bo'lib turibdi. Gazovый truba o'zgaradi ertaga. Bu yerda filtr o'rnatdik, soответственно reduktor. Nani o'zi bor. Uyda katta stabilizator qo'yilgan. Ichida hozir buni ham ko'rsatib o'taman. Xudo xolasa mana bu yerdan provodkalarni tushirdilar. Ichkarida ustalar elektriklar ertaga bu yerga tushirib beradilar. Zazemleniyasi hammasi bilan birgalikda. Tak, двухконтурный котел ham issiq suv beradi, ham отопленияda ishlaydi. Issiq suvni chiqishini qo'ydik. Ichkarida hali ishlar bo'lib turibdi, shuning uchun endi подключениясini qilmadik. Bu yerda Vero boylardan qo'ydilar. Endi bu yerdan issiq suvni chiqarib, ikkisini parallelni ulab qo'yadilar. Kerak vaqti Airfielddan, kerak vaqti boylarning o'zidan issiq suvni olib beradilar. Sistemamiz однотрубный sistema qildik. 32 lik truba bilan borish kelishi. Hozir ichkarilarni ko'rib chiqamiz sizlar bilan bir qator. Ishqilib ishlarimizni tekshirib ustakalar remont qilib beribdilar yana malarkani. Mana bu girish joyimiz. Mana bu yerda radiatorlarimiz. Radiatorlarimizni akfaklashib, подключенияni, подачani yuqoridan oldik, обраткani pastdan tushirdik, polni usti bilan ishlaydi. Однотрубный sistema. Подключенияni yuqoridan olinsa, radiator 100% quvvati bilan ishlaydi. Uyning proyektida o'zgarish yo'q. Mana bu yerimiz dushovoy tualetimiz. Mana bu yer teplый pol qilingan. Teplый pol betondan oldin qildik, va подключение qilib o'tdik. Mana bu yerda ikkinchi sanuzel. Shu trubamiz keladi. Endi uchinchi xonamiz. 1,3 metr kvadratdan hisoblab qo'ydik. O'rtadagi детский spalnyamiz hozircha kuxnya qilib ishlab turibmiz. Mana уже hammom bo'lib ketdi, ishladi. Bu yerda uchinchi xonamiz. Bu yerda hali yechim yashamaydi, malarka bo'lib turibdi. Uchinchi xonamiz ham qizg'in. Bu yerimiz zal joyimiz. Mana bu yerda ikkita radiator qo'ydik, polni usti bilan kelayotir truba. Mana Azamat aka bizning ishlarimizni ko'rib o'tdi, chiqib bo'pti, qizdimi? Zo'r, ham men qizib turibdi. O'shab ko'ring-ka. Bu uchinchi joyingiz o'xshaydi, biz qilayotganimiz. Bu joydan toza olibsiz, muborak bo'lsin. Rahmat. Ikki ko'mir kotel, bir gaz kotel bo'ldi. Qachon boshladik ishingizni? Oqshom obedmi? Oqshom obedda. Yana bugun obedda tugatdik. Katta rahmat bizlarga bildirgan ishonchingiz uchun. Shu uylarda yana katta ta'mirlash ishlarini boshlabsiz. Xudo xolasa tez orada yaxshi tugatib, yaxshi niyatlaringiz bor ekan, to'y qilish. To'ylarda ko'rishmak nasib etsin. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat katta.